Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz leksik ma'noning taraqqiyot yo'llari va ushbu vositalar haqida sizlar bilan bugun gaplashib o'tamiz. Demak, bugungi mavzumizning rejalari ikkitani tashkil etadi. Ya'ni leksik ma'noning kengayishi va to'rayishi, keyin differensial va integral ma'no haqida bugun gaplashib o'tamiz. Yana mavzumizda quyidagi tushunchalar haqida ham gaplashamiz. Ya'ni so'z leksik ma'nosining hosila ma'no yuzaga keltirishi, hosila ma'no yuzaga kelishining sabablari, hosila ma'no yuzaga kelishining tasnifi, leksik ma'noning kengayishi va to'rayishi haqida, keyin efemizm va disfemizm tushunchalari haqida, metafunksiyalar haqida bugungi mavzumizda bevosita gaplashib o'tamiz. Demak, mavzumuzni boshladik. Leksik ma'noning kengayishi va to'rayishi bu nima degani? Ya'ni buni asosiy ma'nosi shundan iboratki, ya'ni leksik ma'noning kengayishi va to'rayishi miqdor va sifat uyg'unligiga bog'liq sanaladi. Ya'ni miqdor va sifat o'zgarishlariga, masalan, so'z ma'nosining rivojlanishi bu sifat va miqdor o'zgarishiga, ma'noning kengayishi va to'rayishiga, hatto tildan umuman tushib qolishiga olib keladi. Bunda jamiyat tarixining ahamiyati katta. Har bir yangi narsa yoki hodisaga yangi nom yaratmasdan mavjud so'zlar yordamida ifodalash ham mumkin. Masalan, misol uchun bu tejamkorlik prinsipiga qo'l keladi. Ya'ni ma'noning to'rayishi, bu sichqoncha so'zini ko'p mavzularimizda aytib o'tgan edik. Ya'ni olimlar kompyuterni vositasini yaratgandan keyin, asosiy vositasini yaratgandan keyin sichqonchani, ya'ni uni sichqon ko'rinishida yaratgan edi va shunda ular boshqa nom o'ylab topishmadi-yu, tejamkorlik orqali sichqoncha nomini o'ylab topishdi va yangi tushuncha paydo bo'ldi. Masalan, uchmoq so'zi faqat parrandani bildiruvchi so'zlar bilan birikkan. Hozir uning ma'nosi kengayib, ko'z, varrak, samolyot, yer yo'ldoshi kabi tushunchalar bilan aloqaga kirishadigan bo'lgan. Ya'ni kengaygan bunda ma'no. So'zning leksik ma'nosi kengayishi natijasida ko'p ma'noli polisemantik so'zlar paydo bo'ladi. Ya'ni ma'noni kengayishi orqali shunday hodisa paydo bo'lar ekan. Leksik ma'noning to'rayishi so'z ma'nosining kengayishiga nisbatan aks jarayondir. Ya'ni ma'no kengaymaydi-yu, to'rayadi. Ya'ni antonimlik bor bu o'rinda. Masalan, bunda so'zning qo'llanish doirasi chegaralanib qoladi. Masalan, misol keltirilgan osh so'zi barcha ovqat turini bildirar edi. Hozirda ko'proq palov ma'nosini anglatadi. Ya'ni o'zbek milliy ovqati hisoblangan shohona palovga nisbatan osh so'zi ko'proq qo'llanar ekan. Bunda ma'no to'rayadi. Atoqli otlarda ham ma'no to'rayish hodisasini ko'rishimiz mumkin. So'zlarning ma'no kengayish yoki to'rayish hodisasini baxshi so'zi misolida chuqurroq anglab yetishimiz mumkin. Masalan, baxsh so'zi asli xitoycha so'z bo'lib, uning xitoy tilidagi shakli paksi, hozirgi xitoy tilida boshi bo'lgani holda turkiy tilga mo'g'ul tili vositasida o'zlashgandir. Ushbu xitoycha so'z yapon tilidagi hakase, hakusi so'zlari uchun ham manba bo'lib hisoblanadi. Turk tilining etimologik lug'atida, ya'ni Shavkat Rahmatullayevning lug'atida baxsh so'zi haqida quyidagilarni o'qiymiz. Xitoycha paksi, posi ham deyiladi. Ustoz, yozuvchi, kotib ma'nolarni anglatadi. Baxshi so'zidan olingan ekan. Bu so'z Anadolu turkchasida u qadar keng qo'llanilmagan. U asosan shamon e'tiqodi
e'tiqodi mavjud bo'lgan turklarga oid bo'lib, to'y tantanalarini boshqaruvchi kishiga nisbatan ishlatilgan. Osiyo turklarida esa bu p tovushi b bilan beriladi. Shu sababli posi emas, bosi, baski emas, baksi tarzda. Ushbu so'zning Xitoy tilidagi talaffuzi bilan lahjalardagi talaffuz farqliliklari birgalikda qo'llanishda bo'lgan. Sanskritcha so'zda bhiksu, ya'ni qadimgi hind tilida shunday deb nomlangan, mo'g'ulchada baksi, shuningdek drevnituretskiy slovada tabib yoki hakimlarni otachi, baqshi deb atalganini aytib o'tiladi. Bu yerdagi otachi so'zi qadimgi turkiy tilda ot, ya'ni o't maysaga, keyin amak qo'shimchasini qo'shish orqali vujudga kelgan sanaladi. O'tamak, ya'ni o'tamoq, sog'aytirmoq fe'lidan yasalgan. Ushbu so'z qadimda dorivor o'tlardan dori-darmon tayyorlab, bemorni xastalikdan xalos etuvchi tabibga yoki hakim ma'nosiga nisbatan ishlatilgan ekan. Hozirgi o'zbek tilida otachi so'zi mavjud emas, lekin bu so'z bugungi turk tilida mavjud bo'lib, o'tamak, ya'ni dori-darmon berib kasalni tuzatish, otachi, hakim, tabib ma'nolarini ifodalaydi. At-tuhfatus zakiyatul fil lug'ati turkiyada ham otachi leksemasining tabib ma'nosini ifodalashi ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, devon lug'ati turkda ham otachi so'zining tabib ma'nosini ifodalashi aytilgan. Professor Tenishevning ta'kidlashicha, baxchi leksemasi Uyg'ur tilining sharqiy lahjasida baxshi, tabib, shaman, shuningdek Uyg'ur tili markaziy shevasining dolan lahjasida baqsu, afsungar, folbin, oqsuy lahjasida baxshi, qush va vahshisi, ovchi qushlar yordamida ov qiluvchi, Qashqar va Yorkent lahjasida kasallik keltiruvchi jinlarni quvish yo'li bilan, ya'ni xastalikni davolovchi insonga nisbatan. Uyg'ur adabiy tilida baxshi so'zi 10-13 asrlarga oid qadimgi Uyg'ur yodnomalarida esa ustoz, shogird ma'nolarini ifodalaganini yozadi. Shuningdek, boshi, baqsi ko'rinishidagi leksik shakllarning Xitoy tilidan o'zlashganini ko'rsatib o'tadi. Boshqa bir manbada baxshi so'zining baxshi, bahshi, pahsi shaklida ko'rinishlar keltiriladi va ularning paksiga bog'liqligi ta'kidlanib, Braxir yozuvlarida bitilgan yodgorliklarga oidligi aytiladi. Demak, bitta so'zning shuncha ma'no kengayishi va bugungi kunda bu qo'llanilmay to'rayish hodisasi. Bartold ham aytyaptiki, baxshi bu sanskritcha so'z aslida. Bu so'z leksema, bu leksema Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur kotiblarga nisbatan hamda Uyg'urlar ichida yashagan buddist rohiblarga nisbatan qo'llangan. Mo'g'ullar davlatida baxshi so'zi kotib, ma'mur ma'nolarini anglatgan. Shuningdek, Turkiston hukmdorlarining forscha bilmagan kotiblari ham baxshi deb atalgan. Borovkovning izohlashicha 12-13 asrlarda Sharqiy turk kitobatchiligida Uyg'ur kotiblari baxshilarning o'rni katta bo'lgan. Ular asosan rasmiy devonxonada faoliyat ko'rsatgan ekanlar. Demak, mana bir so'zning tarixi bilan yaxshilab tanishib chiqdik. Demak, Boburnomada ham bu so'z, baxshi so'zi kotib, mirzo, yozuvchi ma'nolarini ifodalagan. Alisher Navoiy asarlarida qo'llanilgan baxshi termini asosan kotib, mirzo ma'nolarini anglatib kelgan. Demak, Buxoro xonligida ham lavozim ta'sis etilgan ekan baxshi atamasi bilan. Ya'ni birinchi vazifasi xalq dostonlarini kuylovchi shoir oqinga nisbatan hozirgi o'zbek tilida baxshi deb qo'llanilar ekan. Ikkinchisi esa duolar o'qib, dam solib, irim-sirimlar qilib davolovchi tabibga nisbatan baxshi deb hozirda ham ishlatishar ekan.
Tilimizda baxshi so'zining kotib ma'nosi yo'qolgan va unga uyg'un holda baxshi so'zi kitobatchilik termini sifatida iste'moldan chiqib ketgan, ya'ni torayib qolgan. Tahrir so'zining ham arab tilidagi asar yozish ma'nosi o'zgarib, endi asarga tuzatishlar kiritish yoki ilmiy terminologiyada uning mazkur ma'nosi yanada kengaygan holda nashrga tavsiya etilayotgan asarning bugungi ijtimoiy, siyosiy, ilmiy, g'oyaviy, adabiy talablarga shaklan va mazmunan uyg'un kelishi, ya'ni asarning ijtimoiy qiymatini belgilash hamda muallifga asarni to'liq nashrga tayyorlashda yordam ko'rsatish jarayonlariga nisbatan tahrir so'zi ishlatilar ekan. Hozirda so'z leksik ma'nolarining taraqqiyoti 3 ko'rinishga ega. Ular quyidagilar: so'z leksik ma'nosining hosila ma'no yuzaga keltirishi, misol uchun ko'p ma'noli so'zlarga nisbatan ishlatishimiz mumkin. Ikkinchisi, leksik ma'noning kengayishi va to'rayishi. Buni hozir gaplashib o'tdik. Efemizm va disfemizm esa bu efemizmni qoplash san'at degan ma'no anglatadi. Ya'ni efemizm bu biror bir xunuk so'zni qo'pol variantini yumshoq variantiga almashtirib aytish sanaladi. Masalan, o'lmoq so'zini nagi dunyoga rihlat qilmoq kabi. Disfemizm esa buning teskarisi sanaladi. Disfemizm bu biror bir insonni kamchiliklariga qarab, ya'ni kamchiliklarini laqab sifatida ishlatish, masalan kal deb yoki cho'loq deb ishlatish, bu disfemizm sanaladi. Efemizm taraqqiy etish natijasida tabu so'zlar hosil bo'lgan sanaladi. Tabu so'zlar bu Polineziya tilidan olingan bo'lib, taqiq degan ma'no anglatadi. Masalan, yurtimizda chayon hayvoniga nisbatan eshak atamasi qo'llanishi, ya'ni ishlatmaslik tilda, bu irim-sirimlarga ham bog'liq tushuncha sanaladi. Demak, bugungi mavzumiz qisqacha shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.